Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lavash tayyorlaymiz uyda. Bunaqa retseptini o'rganmoqchi bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar va bitta like bosib ketinglar. Qarimizni terib chiqdim, tuzladim, priprava soldim va 1 piyola to'la qilib ichiga suv quydim. Va buni dimlab qo'yamiz, qopqog'ini yopib 40 minut 1 soatlarga. Suvi tugab, to'yki qovurilishni boshlamaguncha. Pomidor bodringni mana shunday somoncha shaklida kesib olamiz lavashga. Где-то bir 3 ta pomidorcha, ana katta emas, mana shunaqa kichkinacha va 5-6 ta bodring. Endi sizlar oilaringizga qarab, oilada nechtasizlar ham ko'p qilasan, kammi, shunga qarab qilaverasizlar. Biz oilada 5 kishimiz, bizga shu yetadi. Mana tovuqlarimiz tayyor bo'ldi. Suvlar tuzadi, mana o'sha qo'yilyapti. Pomidor bodringimizni to'g'radik va salat bargini mana shunaqa shaklda to'g'rab olasizlar. Mana tovuğumuzni ham to'g'rab bo'ldik, mayda qilib. Mana qizlar, kech mayonez surdim tagiga, go'sht qo'ydim va ustiga pomidor bodring, ozgincha salat bargidan va ozgincha sir. Va urimiz buni. Mana lavashlarimiz tayyor. Endi buni duxovkaga qo'yamiz. 15-20 minutga ustilari qizarguncha. O'rtalog'i baland ham bo'lmasin, past ham bo'lmasin. Mana lavashlarimiz tayyor. Mana lavashimiz tayyor. Rosa şirin çıktı. Hamma da yoqimli ishtaha.